Okalar mana buqalarimiz 8 tasi bir joyda 63,5 mingdan baraka bo'lgan mana. Mollar zo'r, bir-biridan o'tkir sifatlari. Bozorda sal narx-navolar qaytib qoldi. Okalar bemalol kelib ko'rib olsanglar bo'ladi. Mana 8 tasi bir joyda. Mana yotganlari ham bor. Mana 63,5 mingdan taroziga baraka bo'ldi. Buqamiz 32 millionga baraka bo'ldi, boqishga olishdi. Mana qizilimiz 33 millionga baraka bo'ldi. Okalar mana bu mol zo'r. Oyoq qo'llari butun boqishga olishdi, 32 millionga baraka bo'ldi. Bunisi 33 millionga. Bozorda narx-navo sal yumshab qoldi. Bemalol kelib ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Mana kelaman. 33 millionga, mana 32 million. Bizon narsa ekan mana. Boqmaga hali zo'r. Buqamiz 30 million so'rashayotgan ekan, bozor 22 million. Ha, toza gal okalar, gali so'ragan ukalarimizga. Mana mol oyoq qo'li butun zotga zo'r narsa ekan. Mana 27 millionga savdo qilishayotgan ekan, berishmabdi hali. Okalar zo'r. Mol sifat oyoq qo'llari butun zotga zo'r narsa ekan. Toza gali so'raganlarga olib kelib mana galani tozasi mana shunaqa bo'ladi. Bo'yi baland o'sadi, lekin sal o'sib to'xtagandan keyin semiradi mana. Lekin zotga ishlashga zo'r ekan, mollarga chopishga. Oyoq qo'li butun juda kelishgan narsa ekan. Okalar bozorda mollar juda ko'p mana. Mollar bemalol serob, semiz buqalarni ham narxi sal yuvoshlab qolibdi. Qiziqqan ukalarimiz bozorga bemalol kelib ko'rib tanlab olsanglar bo'ladi. Bozorda narxlar past mana. Hali mollar shunday turibdi. Okalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bozor narx-navolar bilan tanishtirib boramiz okalar. Mana shu ona bola otimizga 12 ming so'rashayotgan ekan. Mana qora bolasi mana. Ot zo'r ekan. Onasi yana bo'g'oz ekan. Mana okalar. Endi yuvosh. Mana bolasi ekan. Mana ot sifati zo'r. Okalar kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Bozor narx-navolarni tanishtirib boramiz. Mana 12 ming ona bolaga.